Katta bolalarni ham mashinasiga erishdim mana, xudo xolasa. Endi kichkina bolalarni propanni qo'ydirishim kerak. Baribir benzinga pulim yo'q-ku. O'zi propanga qilib ko'raychi. Qo'ydirib. Alo. Assalomu alaykum. Ha, propan qancha bo'lyapti ekan Gentraga? Nechtalik? 47 talik. Qo'llangan 3 million bo'lyapti. Ha, rahmat. Qimmat ekan. Ikkinchisiga qilaychi. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, propan 47 talik. Qo'lni original. Qancha bo'lyapti ekan? 3 million 200 bar ukam. Voy, buncha qimmat. Ya Allah, do'stim qaniysan? Rahmat, Xudoga shukr. Bormasan yangi mashina? Rahmat, senga ham buyursin. Nima gap endi? Shu propan qo'ydirmoqchi edim. Benzinga pul Qimmat ekan. Qancha deyapti? 3 million. Ya, 2600 ga borman, qayerga ketdik? Mana senga aytgan joyim. Kel. Mashinaga yursang men. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'tgan safar metanni qo'ydirganim esingizda bo'lsa. Men o'rtog'im olib keldim, bunga ham qo'y ekan propan. Bo'ldi, qo'yib beramiz. O'rtoqlar, propan so'mkasining narxi Gentra, Nexus, Cobalt va Spark mashinalariga 2 million 600 ming so'mga polni original zapchastlar bilan 42 talik, 47 talik gaz ballonlar bilan polni so'mga qilib beramiz. Agarda esa sizda Labo yoki bo'lmasam Damas mashinasi bo'ladigan bo'lsa 1 million 600 ming so'mga 50 talik, 40 talik propan so'mga qilib beramiz. Xuddi shu turdagi avtomashinalarga metan so'mkasining narxi 90 talik polni original zapchastlar bilan 4 million so'mga so'mga qilib beramiz. Xitoy zapchastlar bilan esa 3 million 500 ming so'mga metan so'mga qilib beramiz. Mana jo'ra propaning bo'ldi. Endi boshqalarni ham olib kelish kerak. 3 millionga qildirgandan ko'ra 2 million 600 mingga qilib ketadi, to'g'rimi? To'g'ri.